2025-yilda ishlab chiqarilgan Leapmotor C16 eng full pozitsiyasi. Avtomobilimiz gibrid, tok benzin, hali 13.000 km yurgan, kraskalari 100% toza. Qilingan ishlari 4 yumshoq bo'sh polon, krugoy tonirovkalar bo'lgan. Beskutchoy dostuppa, poliklari döşəlgan ishlarini. Sidinalar elektronli, kojunli salon, massaj, abduv, abagrev, lyuk, 360 gradus kamera, sport, normal, eko rejimda harakatlanib boradi avtomobilimiz do'stlar. Xullas, o'zlaringizga kerakli komfortni topsazlab bo'ladi avtomobildan. Funksiyalari dim ko'p. Niyat etgan do'stlar, videomuza bir dana like bosib qo'yasiz do'stlar. Hamma obunachilarimizga shunday zo'r mashinalarni olib minish nasib etsin. Salonlari, kapitan sidinalar, arkalarından masajları bu maşinimizi. Arkası üçün üzünü monitoru, lyuku, hem ərsəsi var. Plus, komfort maşin. 2025 yıl. Leapmotor C16 en full pozisiyası maşinimiz. Arkalarından poliklerini döşəb, çıraqlı götdülər dostlarına. 7 mesta. 2025 yıl 13.000 km geldi dostlar. Kraskalar 100% taza. Bahası naqd pula 340 milyon. Qiziquvchilar bo'lsa, qo'shib avtomarketda sotib olib, maşinimiz kelib xarid qilaverasizlar.